Yerda arendaga olgan gapirsiz gapingizni 2 tiyinga olmaydi. Yana nimamiş? Men dehqonchilik qilgan paytda sen tug'ilmagan eding. Nima tug'ilishim kerakmi? Bu meni qo'limda ekanmi tug'ilish? Yana oldiga borib, dori sepishdan maqsad nima desiz? Qurtni o'ldirish deydi. Maqsad qurtni o'ldirish, dorini tayyorlashni qarang. Dorini traktorga quyatdi, orqasidan suvni quyib turib, o'g'liga sep deydi. O'g'li ketadi qira tez deydi, vangillab dalani o'rtasida. U jonivor traktorda orqasidan men dalada yugurib ham yeta olmayman-da. Yana borib kelgandan keyin qancha suv ketdi desiz, xotirjam bo'lib 280-260 litr ketdi-yo deydi. Qanaqa qilib kuzda hosil oladigan odam xotirjam bo'lishi mumkin? Bismillah deb hafsala qilib kuzda hosil olishga yorib kerak. Biz ma'lum nima qilsak dehqonga arzon tusharkin, sal foydali bo'larkin deb kechasi bilan uxlamasdan mo onangizga daftarga yozib chiqsak-ku, yana ertalab kelib o'zim bilaman deydi. Ko'rdim bilishingni. Buni bilish uchun albatta 50 yil quyoshning tagida dehqonchilik qilish shart emas. Ko'zni kattaroq ochib, ozgina fikr qilib, kallani ishlatsa bo'ldi.